Qani olinglar. Qani oldik. Do'stlarim, qarash. Nimaga osh qora kuydirib yuboribdi? Sening choyxonaga birinchi marta borgan do'sting. Garang, choyxonada osh devziraga bo'ladi. Shunga qora bo'ladi osh. Choyxonaga kelib turish kerak shuning uchun. Akalar kamchilik yo'qmi? Yo'q, rahmat. Endi kamchilik bor. Nima kamchilik? Kamchilik. Qishga bir dona ko'mir olib bering menga. Mo'l, sendan unaqa kamchilik so'ramayapti. Noninglar, choyinglar non deb so'rayapti. Sen versimi? Uka, qarang unda. Bir qop Qozog'istondan olib kelib bering, non qilamiz. Oshna tez kelib tursan biz bilan chaqirganda yo'q demasdan, mashinaga bo'lmaydi, sharmanda bo'lmaysan. Sen bilan biz borib, maktabni bitirganda bitiruvda ko'rishganmiz. Shu boysani endi ko'rdik. Yaxshi, qo'shnisanlar. Qo'shnami 3 ta uylar yo'qdi. Oshna o'g'li bola-kim? Kelganimdan beri tikilib qarab turibdi-da, ko'zimga rosa siq ko'rinyapti. Ismimni ham bilar ekan. Kim edi u? Jinnimisan, oshnamiz Islom bo'ladi. Bitta partda 9 yil o'qigansan shu bola bilan. Esingda yo'qmi? Asl uchun choyxonaga kelib tur deyman senga. Sirdoshim Islommi? Ha. Islom esingdami? Mayda paytali zebra tushgan bor edi-yu. Polni tagiga tushirib o'rgansan sen. O'zingni bos, o'tir. Akalar mana sira keldi. Uka, apga bola akaga solgin, ko'proq choyxonaga kelsin. Rahmat, kelin boshda ko'p yashang, umringiz uzoq bo'lsin. U senga siz solab, kelin salom bergan yo'q, unga pul berasan. Qani bunga pul ham beraman. Kediklarni ko'p bo'lsa. Akalar sizlardan 750 ming so'm bo'pti. Qaysi birini qarzing bo'lsa berib qo'yish. Orqangdan so'g'orgacha kelishyapti. 750 ming qarz bo'lishasanmi? Qanaqa qarz? Hozir yegan oshimiz puli 750 ming bo'pti. Shuni bo'lamiz hammaga. Menga bo'lishmay qo'y. Menga birovni haqqi kerak emas. Darmin, hozir osh yedingmi? Balki yegan oshingga pul to'larsan. Ha, uyda ham har bozor osh yeyman, bir tiyin bermayman. Nimaga beta berishim kerak? Alloh akbar, o'tir shu.